Zavodskoy beton mishalka so'ragan mijozlarimiz uchun yangi partiyada beton mishalkalarimizni zavodskoy variantlaridan kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi ma'lumoti bilan sizlar uchun ortib beramiz. Hoziroq shu videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, 25-avgustgacha kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, narxlardan chegirmalarini qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyati to'g'risida bo'ladi akalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozirlarga ikki xil modeldagi beton mishalkalarimiz obzorini qilib beramiz. 180 litrli hamda 200 litrli variantdagi beton mishalkalarimizni tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, bu ko'rib turgan mishalkalarning 180 litrli ob'yomda bo'ladi akalar. O'ng tomonga ham, chap tomonga ham bemalol ag'darib, foydalanib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Xo'p, boshqa mishalkalardan farqli jihati birinchi o'rinda shester navalida farq qiladi. Ko'rishlar mumkin, shester navallarini chugulli qilib ishlangan bo'ladi akalar. Xo'p, 0.25 kuba deyilinadi bu variantimiz. O'ng tomonga ham, chap tomonga ham bemalol ag'darib, foydalanib ishlatsanglar ham bo'laveradi akalar, ko'rishlar mumkin. Ichidagi qozon vallari ikkitali vallardan qilib ishlangan. Tepa qozoniga nisbatan pastki qozon listlari qalin qilib ishlangan bo'ladi akalar. Bu degani asosiy nagruzka pastga tushishni hisobiga shuning uchun pastdagi listlarini qalinroq qilib ishlab chiqarib qo'yilgan. Xo'p, ko'rishlar mumkin, rama qismlari juda ham baquvvat qilib ishlangan holatda bo'ladi akalar. Pachimli variantda bemalol bularni bo'shatib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Motorlarini o'zida ventilyator tizimlari bor. Ya'ni avtomatik sovutadi. Motorlari sovutadi o'zini. Rollari o'sha ko'rishlar mumkin, rolli variantidan balonlari hamyoqlari cho'tki qilib ishlab zavodskoy chiqarib qo'yilgan. Narx-navosi motorning kilovatiga qarab 2,5 million so'mdan 3,2 million so'mgacha 180 litrli variantlari bor. Endi ozgina kattaroqdan so'ragan mijozlarimiz uchun 200 tali modelimiz ko'rishlar mumkin. 200 tali. Xo'p, pachimliklari chugulli variantidan, motorlari akalar o'zida ventilyator tizimi bor. Original variantidan bo'ladi. Mana ko'rishlar mumkin. O'chirib qo'ygan knopkalari, sifatlari juda ham sifatli qilib ishlangan mishalka. Bu ham rolli variantidan o'ng tomonga ham, chap tomonga ham ag'darib foydalanib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Xo'p, tagidagi shester navali chugulli variantidan, qozonlari qalin variantidan bo'ladi akalar. Rollari aytganimda o'ng tomonga, chap tomonga ag'darib foydalanib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Ichidagi qozonlarni ko'rishlar mumkin. Balonlari original sifatli variantidan bo'ladi akalar. Bemalol tagidagi balonlarni ham olib qo'yib foydalanib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Narxi 3,5 million so'mga motori eng kattasini qilib beramiz. Agar motori kichikroqni olaman desanglar, narxlar shunga qarab o'zgaraveradi akalar. Bemalol pastga nomer qoldirib ketyapman. Aloqaga chiqib bolansizlar, to'liqroq ma'lumotlar olishlar mumkin. Shunaqangi zavodskoy beton mishalka oqtarib tanishlarga akalar jo'natib qo'yishni unutmaysizlar videomizni. Bog'lansizlar ham bo'laveradi, dastavka qildirib.